Hammaga salom. Bugun chef Cherful retsepti bo'yicha Kuksi tayyorlaymiz. ishimizni avvalo machonka xamirini muzdek suvga solib qo'yishdan boshlaymiz. Ketidan yog'siz lahm go'shtini somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Ozgina o'simlik yog'iga go'sht, tuz, 1 qoshiq soya va 3 ta chesnak donasini solib, yaxshilab qovurib, yarim stakan suv qo'yib, 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Pomidor, bodring va karomni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Karomga 1 qoshiq tuz va 1 qoshiq soya solib, yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. 4 ta tuxumdan quymoq tayyorlab, uni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Kuksini asosiy joyi: 1 litr suv, 1 vo ukrop, 1 ta pomidor, 1 ta bodring va 3 ta chesnak donasini mayda to'rkadan chiqazib, ketidan 1 qoshiq osh tuzi va yarim qoshiq koreyskiy tuz solamiz. 4 osh qoshiq shakar solamiz. 2 qoshiq soya yog'i va 1 qoshiq 70% lik sut solamiz. 1 kosa muz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Suvda yarim soat turgan xamirni suvini to'kib olamiz. Barcha masalliqlarni ketma-ketlikda joylab, ustidan muzdekkina suvini quyib olamiz. Qadrdonimga o'xshadi. Siz ham tayyorlab ko'ring o'xshaydi.